Assalomu alaykum. Sizlar bilan Hyperuz. Bugungi videomizda minepixel.uz serveriga qanday qilib kirishni o'rgatib o'taman. Avvalambor bizga Pojava Launcher kerak bo'ladi va 1.20.2 versiyani yuklab olasizlar. Xoh Optifine, xoh Forge bilan birga bo'lsin. Keyin esa biz nima qilamiz? Bu yerdan Optimus'ga kiramiz va bu yerdan video settingsga kirib, animatsiyonni o'chirib qo'ysangiz, sizlarda serverda qotmaydi va mana shunaqa nastroyga bo'lish kerak. Keyin shadersda pastida, ya'ni details turadi. Shuni o'rtaga mana bu Beyond Bandni, ya'ni off qilib o'chirib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Bo'ldi, deyarli bular ahamiyatsiz. Keyin esa biz multiplayerga kiramiz. Bu yerda esa bizning serverimiz chiqadi. Ya'ni siz qanday qilib chiqarishingiz mumkin degan savolga mana bu yerda minepixel.uz deb yozishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun mana minepixel.uz. Mana xuddi shunday qilib yozamiz. Mana bizning serverimiz chiqdi. 6 ta odam o'ynab o'tiribdi. Ustiga bosamiz. Registratsiya qilishni o'rgataman. Birinchi o'rinda mana bu chatni birdaniga yozishimiz kerak. Mana chatni birdaniga chiqaramiz. Bu yerda hozir to'g'ringizda turgan kodni yozishingiz kerak bo'ladi. 979 ekan. 979 deb yozamiz. Va bizni ya'ni antiregistratsiyadan o'tkazdi. Keyingisida registr parol. Bu yerda biz reg yozamiz va parolimizni qo'yamiz. Misol uchun men Hyper 11 deb qo'yib qo'yaman. Mana parol. Hyper 11. Ko'rishingiz mumkin, Hyper so'roqcha qo'yilib ketibdi. Xo'p, buni o'chiramiz. So'roqchani o'chiramiz. Mana Hyper 11, reg Hyper 11. Ko'rdinglar-a? Mana. Endi esa biz buni bosamiz. Hyper 11 va bizga serverga kirishga ruxsat beradi. Shu bilan mana serverimizga kirdik va bizga har xil braniyalar beradi mana. Ko'rishingiz mumkin, o'yinchilarning braniyasi. Endi biz o'ynashimiz uchun nima qilishimiz kerak degan savollarga mana shu yerdan o'zlaringiz topib olasizlar. Mana RTB menu, bu yerda o'yinchilardan ko'rib bemalol surishtirasizlar. Do'stlar, sizlar bilan birgalikda Hyperuz bo'ldi. Ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.